Shunaqa yomon odamlar bor azizlar. Yaxshi eshitib olaylik. Ana ayolni eri Rossiyada deb bir-biriga ko'rsatadigan yomon erkaklar bor, Xudo saqlasin. Shunaqa zinokashlar bor. Shunaqa yomon erkaklar bor. Ana xotinda eri Rossiyada bir qalmoq tashlab ko'rmaymizmi? Chaqab yotgandir deydigani bor azizlar. Xalqning ichida yuribmiz-ku. Odamlarning ichida yuribmiz-ku. Keliningizni shu nimaga qo'yasin? Shu o'rinda eshitib olsin, mana farzandini, oilasini Rossiyaga tashlab yillab ketayotganlar. Men hech ham qarshi emasman. Mayli borib ishlasin, Rossiyada ishlasin, Koreyada ishlasin. Lekin erkak kishi men iltimos qilib borardim, shuni ham 41 internetga qo'yish kerak. Bu yerda kim eshitadi? O'sha yerda Rossiyada yurganlar eshitsin. Ayolini 4 oydan ortiq erkak kishi ayolidan g'oyib bo'lishi do'stbas shariatda. Eng maksimum, eng ko'pi 4 oy. Ko'ring, Rossiyaga boryapsizmi, 4 oyda qaytib kelasizmi? Mayli tashlab